Assalomu alaykum G'ijdon Chorva kanalining obunachilari, ashaddiy muxlislar. Hammani kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammamizga Hayit ayyomi qutlug' kelsin. Bugungi videorolikimiz befarq bo'lmang. Like, podpiska bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin, ilohim. Qani ketdik, unday bo'lsa boshlaymiz. Bugungi kunimiz 2025-yil 29-mart, haftani shanba kuni. Biz hozir Qaraqo'nim MFI, Qaraqo'nim mahalla fuqarolari yig'ini Ahmadxon qishlog'ida Mehriddin akani xonadonlariga keldik. Haydagani bilan mana 16 dona katta qo'chqorlar sotuvga qo'yibdilar. Mana Uchquduqdan keltirilgan katta qo'chqorlarimiz. Mana bularga arpasini tasha. Yeb ichishini ko'ring. Mutlaqo sog'lom. Yeb ichishiga garantiya. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, bularning narxi 4,5 million so'm deyaptilar. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Bo'ladi. Mana. Qarsillatib urib yotibdi. Bu hozir birinchi videomiz bo'ladi. Ikkinchi videomizga esa maydaroqlarini aytib o'tamiz hozir. Mana. Telefon nomerlarini qoldiraman qiziqqanlar uchun. Telefon nomerlari nechi? 90lik 299 81 84. Ana. Qizil qo'chqor desa, qizil, qarosi bo'lsa, qarosi. Mana. Hammasi bir joyga bo'lsa, yana kelishtirib beriladi. Telefon qilib yoki kelib ko'rib savdo qilishingiz mumkin. Tushlar orqasidan o'tay. Mana. 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 Ana endi ikkinchi videomiz mayda qo'chqorlar. Soni 40 ta. Mayda qo'chqor olaman deganlar uchun. Yemini bermi ukajon? Bir. Yo'qdaglarni hayda. Mana. Soni 40 ta 2,5 million so'mdan deyaptilar. Kelishtirib beriladigan joyi bor.
Bularni tushirib olgandan keyin ovqati berilganmi deyman-da. Yemayapti.